Özümüzni qutuldurishda foydalanishga bo'ladigan qandaq yo'llar bor? Abdori Erkin Sidiq. 5. Strategiya tuzish. Diktatorga qarshi siyosiy qarshilik ko'rishi har xil shaklda boshlanadigan bo'lib, hozirgacha bo'lgan kurashlarning ko'pinchisi oldin planlanmagan yoki tasodifiy holatda boshlangan. Uningga sabab bo'lgan omillar har xil bo'lib, ularning misollari sifatida diktatorning rəhimsizligining bir yangi pallaga ko'tarilishi, bir tonulgan erbabning qo'lga ilinishi yoki o'ltirilishi, bir yangi bostirish siyosatining yo'lga qo'yilishi, yemaklikning kamchil bo'lib ketishi, diniy e'tiqodga qartilgan hurmatsizlik yoki bir muhim voqeaning yillik xotir kuni qatorliqlarni tilga ilish mumkin. Tasodifiy boshlangan qarshilik ko'rishining ba'zi ortiqchiliklari bor bo'lsa-mu, uning foydasiz taraflari oz emas. Plansiz ish elib borganda diktator hokimiyatining qandaq inkas qaytirdiganligi oldin mo'ljallanmagan bo'lg'achqa, ezilgan xalq ig'ir badallarni to'lab, ularning boshlagan ko'rishimi mag'lubiyat bilan oxirlashgan ahvollarmi ko'p bo'ldi. Köplagan kurash yetakchilari ish boshlashdan burun nihoyatda astoydillik bilan bir strategiyalik plan tuzilishning intayin muhim ekanligini to'nib yetmadi. Ashundaq bir ehtiyojni his qilolmadi yoki uningga odatlanmadi. Shuning bilan ularning qo'lida bir strategiyalik plan vujudga kelmadi. Mushundaq bir ahvolning yuz berishida diktatorga qarshi kurashga atlangan yetakchilarning strategiyalik plan tuzish jihatda maxsus tarbiyalanmaganligi bir muhim sabab bo'lib keldi. Hozir diktatorga qarshi kurashning usul choralarini oldin planlab, siyosiy vaziyat va ommaning ra'yi qachon tayyor bo'lganligini oldin mo'ljarlab, shu asosda siyosiy kurashni boshlashning eng muvofiq paytini oldin tanlash butunlay mumkin. Amaliyotda cho'nqur izdinish va o'ylanish orqali haqiqiy ahvolni va izlagan xalqning qarshilik ko'rsatish imkoniyatlarini to'g'ri tushunish, kurashning eng muvofiq chora-tadbirlarini tanlab, g'alaba qozonishda kam bo'lsa bo'lmaydigan qadam bosqichlarning biridir. Hozirgacha diktatorga qarshi elib berilgan kurashlarga yetakchilik qilgan kishilar ichida qaysi ishlarni qilishni o'zlarining hissiyotiga tayanib qaror qilgan kishilar ko'p chiqdi. Ishni undaq qilish yolg'iz shaxsiyatchilik bo'libla qolmay, ozodlikni qo'lga keltirishning bir umumiy strategiyasini vujudga keltirishni imkoniyatsiz qoldirdi. Diktatorga qarshi kurashni g'alabaga erishtirishda tövandagi 4 narsa cho'qim bo'lmas bo'lmaydi. Birinchi, umumiy strategiya. Umumiy strategiya bir to'qinishda erkinlikka erishmoqchi bo'lgan guruhning barliq muvofiq hamda foydalanishga bo'ladigan mablag'larni moslashtirish va bevosita ishga solishni kontrol qiladi. Bu yerdagi mablag'lar iqtisodiy, insoniy, ma'naviy, siyosiy va tashkilot qatorliq mablag'larni o'z ichiga oladi. Umumiy strategiyaning diqqat markazi guruhning to'qinishdagi maqsadlari va mablag'lari bo'ladi. U to'qinishda qo'llanadigan eng muvofiq harakat texnikasini belgilaydi. Umumiy strategiyani planlaganda yetakchilar diktatorga qaysi besim va ta'sirlarni paydo qilish zarur ekanligini tepib chiqish kerak. Shundaqla ozodlik ko'rishining dastlabki va keyingi bosqichlarini yo'lga qo'yishning shartlari va vaqtini belgilashi kerak. Umumiy strategiya o'xshamagan guruhlarga o'xshamagan vazifalarni va o'xshamagan mablag'larni taqsim qilishni belgilaydi. Ikkinchi, strategiya. Strategiya deganimiz bir to'qinishda har xil alayda maqsadlarga eng unumli yetish uqumiga qartilgan bo'lib, u umumiy strategiyaning kontrolligi ostida unum berdi. Strategiya kurash qilish kerakmi yo'q, qachon qilish kerak, qanday qilish kerak va eng yaxshi unumga qanday erishish kerak deganlarni kontrol qiladi. U ma'lum bir g'alabaga erishganda, u g'alaba mevasidan qanday qilib unumli foydalanishni belgilaydi. Strategiya tuzgichilar strategiyaning maqsadlari va kurash natijasini o'lchash usullarini aniq bekitib chiqishi kerak. 3. Taktika. Taktika cheklik shart-sharoit ostida bir xalqning kuchidan eng yuqori darajada yaxshi foydalanishga ishlatiladi.
Taktika bir cheklik ish harakat bo'lib, ma'lum alayda maqsadga yetish uchun qo'llaniladi. Qandaq taktikalarni tanlashni bir strategiyani amalga oshirishda bor bo'lgan kurash usullaridan qandaq qilib eng yaxshi foydalanish ehtiyoji belgilaydi. Strategiyalik maqsadlarni unumli ishga oshirish uchun uningga eng mos keladigan taktikalarni tanlash kerak. Ma'lum taktikani ishlatib qo'lga keltirilgan narsa strategiyalik maqsad bilan munosabatsiz bo'ladi ekan, undaq natija amaliyotda bir isrofchilik bo'ladi. Demak, xuddi bir strategiya umumiy strategiyaning bir qismi bo'lganidek, taktika bir keng doiralik strategiya ichidagi cheklik ish harakatni ilib berishdagi vositadan iborat bo'ladi. Taktika har vaqt kurash bilan munosabatlik bo'lib, strategiya uningdan keng doiradagi narsalarni o'z ichiga oladi. Taktika strategiyadan qisqaroq vaqt ichida, kichikroq doira ichida, ozroq odamlar orqali va kichikroq maqsad uchun qo'llaniladi. Zo'ravonsiz ish harakatlarda shu ish harakatlarning maqsadining cho'ng kichikligi, ko'zlagan narsa taktikalik maqsadmi yoki strategiyalik maqsadmi deganni belgilaydi. 4. Usul alayda qurol yoki ish harakat vositasiga qartiladi. Zo'ravonsiz kurashlarda usul deganimiz ish tashlash, boyqut qilish, siyosiy jihatdan hamkorlashmaslik va shuningga o'xshash ish harakat shakllarini o'z ichiga oladi. Mazkur maqolaning 2 qismida bayon qilingan harakat turlari ana shunday usullarning bir qismidir. Mas'uliyatchan va unumli strategiyalik plan tuzish, umumiy strategiya, taktika va usullarni to'liq tushunib, ularga to'g'ri aniqlama berish va ularni ehtiyotchanlik bilan tanlashga bog'liq. Bir diktatordan ozod bo'lish uchun ezilgan xalq aqlini hisoblab turib ishlatib, shu asosda bir strategiyalik plan tuzib chiqishi kerak. Unda qilmaganda ezilgan xalqning erkinlik uchun elib borgan ko'rishi nihoyat og'ir ziyonlarni tortadi. Uning aksicha, o'zining aqliy imkoniyatlarini unumli ishga solib, bir strategiyalik yo'l xaritasini chizib chiqish orqali ezilgan xalq o'zida bor bo'lgan mablag'lardan unumli foydalanib, ko'zlagan maqsadiga yeta oladi. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotchilari va faoliyatchilari ichida strategiyalik plan tuzish jihatda maxsus tarbiyalangan, strategiya tuzalaydigan yoki boshqalar tuzgan strategiyani o'qib yoki anglab tushuna oladigan qarindoshlarimizdan qanchasi bor? Davomi bor. 2023 yili 4 yanvar